Muşundan qaysini bassaq A qimmatga yo'llab berdi. Masalan, A'ni bassam A'ga yo'llaydi. Yoqni bassam A'ga yo'llaydi. Unda bo'lsa men agar A'ning qimmati teng bo'lsa, VB yes bo'ldi. A'ni basgan bo'lsam degan gap bu. Forum 1ninki captionini o'zgartirib soatni chiqarib bersin. Unda qilsam, yana yoq degan knopkani bassam, forum 1ninki back colorsini tang VB red deb qo'ysin. Ya'ni savol so'rganlik uchun qizarib ketsin deb qo'yay. And F. Programni qo'zg'atdim. Mana bassam chiqdi-ku. Yaxshimisiz deb. Agar A'ni bassam, mayag soatni chiqarib berdi shundaqmi? Bis baqay. Soat chiqdimi? Bir basdan mana chiqdi. Yoqni bassam-chi, mayag qizilga aylanib ketdi. Qizil qolmashdimi? Mushundaq vaqtida shu ba'zan savol so'rab, shu savol qarta parametr seplaydigan vaqtlarda shuni ishlatamiz. Uchir ko'znigini. MSG box'ini tushundinglar? Bu Messenger box'ga biz mendaq bir misol ishlaylik yana. Uchir ko'znigi chiqarilgan narsaga, qarsam menda bir narsa bor-ku. Xat yozish taxtasi deb. Buning ichida mendaq tuychu bir narsa ichiga xat yozib qo'ygan bo'lsam, chekina desam so'raydi-ku. İçinde bir narsa varmı, siz veciyatını saklamsız dep, 3 xil konu çıkargan, muş narsalarını bir işlep bakalım mı? İşlep bakayla. Bunda olsa, Ctrl E'ni bastım. E'ni bisep, mayaga file dep bir tizimlik to'g'izdim. File. Qarasak, file deganning orqasida F harfi bor ekan tirnoqning ichida. Tirnoqni ep qo'ydim. Ulash belgisini berib, cho'ng F'ni berib, bunda bassam F seplandi. Qarasam yine astık sızık çıktı, ma'num astık sızık çıktı. Herkes aldı ulaş belgisi çıkıp kalmadı. Yani Ctrl E'ni basqandan keyin mayaga bir narsa qo'shib berdim. Ma'ni ustiga chiqarib deb ostiga new yangi deyimizga deb ma'ninkini new deb qo'ydim. Eklab yangi ish uchun Ctrl E'ni bosdik. Buni bir qadam ichga kirgizib chekinish deb qo'yay. Ctrl Q chekinishning mayak seplab turibdi-ku. Jazmlashtirdim ma'ni. Mayak qarsam ikki tal ixtiyor seplandi. Hamma mushuning ichidan ma'uni bosgan vaqtida yana shu chekinish deganni bosgan mush klikga Aşını başqa vaqtında bir uçur ko'zniga chiqarish kerakda. Ham bu uçur ko'zniga mayada bir text boxning ichida bir narsa bormi yo'qmi, shuni tekshirib ichida bir narsa bo'lsa chiqarish kerakda. Bo'lmasa chiqarmaslik kerakda. Shundaqmi? Ma'ning ichini quruqda o'tay. Hozircha biz bu yoqqa qarta mashg'ulot yapmaganki mushkul holat turib tursin. Men chekdim, chekilish hodisiga yana chekinishning chekilish hadisiga agar tekst birninki teksti teng bo'lmasa bo'shliqqa u holda bir uchur ko'zlik chiqirdi. A deganimiz teng emas, bo'kkas shundaqmi? Bir uchur ko'zlik chiqirdi. Tekst ichida material bor saqlamsiz deb savolni so'rab cho'ng yozilishki harfini ondan keyin harfini chiqarib bersin. Ondan bu yerda VB-ninki yes, no, cancel degan 3 xil knopkasi barini chiqarib berdi. Ana 3 tal knopka ekan tuqqo. Ondan keyin mavzu stoniga eskartish deb chiqardi. Eskartish. Ma'ni men eskartishni naqib qo'yay. Yukayiz degan nima u? Cho'ng harfga aylantiribdi-da. Ma'nimi cho'ng harfga aylantiribdi. Bir uchur ko'zniga chiqirib, buning ustiga chiqqan xarakterninki manda bo'lsin, ham cho'ng harfga aylanib ketsin. 3 tal knopka seplangan bo'lsin, ondan keyin mavzu stondimi mendaq eskartish deydigan bir mavzu bo'lsin, cho'ng harf bo'lsin deb yozib qo'ydim-ku. Buning narsa A ga bordi. Endi agar A diki knopka
VB yes bo'lsa, u holda MSC bokkes saqladim deb uchir chiqarib bersin, saqlagan vaqtida. Iles unload me bo'ladi. Unload me. Albatta, ma'nonkimi uchir chiqarib bergandan yoq, uchirdan chekinib kelsak, buni chekinish kerak qo'y, saqlab qo'ygandan yoqqa. Unload me deb yozib qo'ydim. Endi mau shart jumlasi oxirlashdi. Agar tekst birning ichi bo'sh bo'lmasa, qanday qilish kerak u? Yana bir iles va yana chekinib ketish kerak, shundaqmi? Hech qanday qilmay, savol so'ramay chekinib ketish kerak. Unload me. And then F deb shartni oxirlashtirdim. Programni qo'zg'atib sinab boqaymanda. Qo'zg'atdim. Ma'ning ichida hech nima bo'lmasa, ma'ni bossam chekinib ketadi, chekinib ketaveradi. Ichida hech nima yo'q. Ma'ning ichiga bir narsa yozsam, bossam, ma cho'ngarib chiqadi-ku. Tekst ichida material bari saqlamsiz. Yesni ya no vising deydi. Eskartish deb mayagim cho'ng yozilibdi, ammo ma'nodan ma deganni bossam bir uchir ko'zini chiqarib beradi. Bu uchir ko'zni yana saqlandi degan uchir bo'ldi. Chiqadi-ku, saqlandi. O'chirib etdim. Agar boshqa konopkalarni bossam, u holda saqlamaylam, hechnim demaylam, o'chirib etdi. O'chirib etdimi? Mushunda o'rinda MSC boksini ishlatamiz. Uchir ko'zni hisoblash. Ma'noda agar ma chekinish degan konopkadan boshqa yana ma'ni bassamni o'chitdi-ku, bassam o'chitgan programni qo'zg'atdim, ma'ni bir narsa yozib qo'ysam, ma'ni bassamni o'chib ketgan. Endi men mushni bassammi saqlamsiz deb uchir chiqaradigan qilish uchun qanday qilaman? Ma'ni kuchrab chaplayman. Daq kuchrab o'chilgan yer qaysi? Nereden tanlayman uni? Ma'ni o'chiganda o'chilgan bir hadis sifatda, ya'ni qo'zg'algandagi hadisi nima edi u? Load de. O'chilgandagi hadisi unload de. Uni mayga tartib qilaman. Biroq buni eklab kuchrab bu yerga chaplashimning o'rni yo'q, bir qatim yozib qo'ygan narsani. Davos qanday qilaman? Kel orqali Quitninki kliki deb chaqirib qo'yman. Programni qo'zg'atdim, ma'ni bossam. Men programni to'g'ri hozir. Mana shu bir narsa yozmasam tabiiy chiqib ketadi-ku. Mana shu bir programni tatib qo'yman. Ya'ni chekinish deganning kliki, ya'ni mana shuning ichidagi programmani tatib eklab, mana yerda qo'zg'at deganni ko'rsatadi. Buni qayta kuchrashning o'rni yo'q bu yerga. VB mo boshqa programma tillariga o'xshash yoki bizning tilimizga o'xshash grammatikalik qurilmaga ega bo'ladi. Uningda jumla bo'ladi, aniqlama bo'ladi, maqtar bo'ladi, funksiya bo'ladi, har xil variant narsalar bo'ladi buning. Bunda biz mushning ichidan boshqa biz label box kontrollarni so'zlagan, qolgan kontrollarni so'zlamagan tiqqa xosliklarni. Mushni so'zlashdan burun biz bir qancha jumla tugun paqayli. Birinchi ulab eng ko'p uchraydigan bir jumla var, yani shart jumlasi F. Bu F deganning o'zi shart qo'yganlikni bildirdi. Agar mush jumlaning orasida F deb kelgandan keyin siz buni agar deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Ya'ni birisiga shart qo'yatdi. Agar ya andaq ya mandaq demoqchi. Agar forum birninki captioni teng bo'lsa, forum 1ga deb eklab u holda shart qo'ydi hozir, shundami? Shart, ya'ni qo'ygan sharti agar orqali qo'ygan sharti forum 1ning captioni cho'qim forum 1 degan xarakter tizimiga teng bo'lgan bo'lsa, u holda, ya'ni ashunga teng bo'lgan bo'lsa, sen, ya'ni ma programmaga demoqchi. Sen forum 1ningki captioniga teng qilib time, ya'ni vaqtni yo'llab ber. Undaq bo'lmasa, ya'ni forum 1 deganga teng bo'lmasa, u holda forum 1ningki captionini teng qilib forum 1ga. Dedik. Men shart qo'ydim. Men ayni vaqtda degan programma boshlangandan cho'qim oxirlash nuqtasi bo'ladi. Unda bo'lsa, hozir shartning oxirlash nuqtasi bo'lish kerak. Ma jarayon, private sop jarayon boshlanganda, mayad end sop jarayon oxirlashibdi. Demak, F boshlanganda biz end bilan F ni oxirlashtirishimiz kerak, shundami? End F. Yani shart oxirlashdi. Ba'zi jumlalar qilsak yoki ba'zi bir taya kodlar qilsak, bunda bir masalaga yo'liqamiz. A deganimdan 12 deb eklab
A'nın qimmatinin 12 ekanligini bildirdi deb bunda bir narsa yozib qo'ydi. Endi bu yerdagi ma'lum narsalar programma qarta ta'sir ko'rsatmaydi. Biz bunda ta'sir ko'rsatmaydigan, ya'ni navbatdagi mush programmaga qarta aniqlan bergan jumlalarni biz izohat jumlasi deymiz. Bir narsaga izohat berdi-ku, sen bir maqsad ishlasak buning qipiga sen doğru ishlagan bo'lsak, kunda 3 tal yang, bir vaqt bir taldan 3 vaqt yang degandek eskartishni beramiz bu izohatni. Mushu programmani boshqa bir programmer, ya'ni yana mushundaq bir programni tuzilgan programmer ko'rib tushunsin nima ekanligini uchun undaq berib qo'yilgan izohatlarni biz izohat jumlasi deymiz. Mana tushundingizmi? Izohat jumlasining ikki xil ifodalash usuli bor. Bir xilsi, ya'ni mushu asldagi programma va qurg'a bevosita yozish. Yozgan vaqtimizda ash pesh shakli bilan, peshni qo'yib turib yozsak, bu bir izohat jumlasi bo'ladi. Yani mushu peshning, yakka yalang peshning oqisidagini izohat jumlasi deymiz. Yani birisi ikkinchi qurg'a yozish. Ikkinchi qurg'a yozsaqmi, peshni qo'yib olsak izohat jumlasi bo'laveradi. Ammo buningdan boshqa yana bir halqliq so'z bor. Berilgan peshning o'rniga rem degan halqliq so'zni kirgizsakmi, o'xshashlan bu izohat jumlasi bo'ladi. Ya'ni mushu rem kelganning oqisini izohat jumlasi bu deb qarab programma ijro qilish jarayonida o'qimay o'tib ketadi. Agar siz ma'lum bir programmani ijro qilmaslikni o'ylasangizmi? Masalan, A deganimiz tan O deganimiz amaliy programma-ku bu. Bir ifoda. Men buni ijro qilmayotgan programmaning ichida desam, pesh qo'yib qo'ysam, bu izohat jumlasiga aylanib ketaveradi. Yoki bo'lmasa, halqliq so'z ramni berib qo'ysam, o'xshashlar bu izohat jumlasi bo'lib ketadi. Ijro bo'lgan programmani aldimi? Biz shart jumlasining texnik oddiy yozilishdan birini ko'rib boqmoqchi bo'lgan. Menga program tuzmoqchi bo'lgan odam shart qo'ydi. Oddiyla birla narsani qilib ber dedi. Ya'ni tekst birdan ichiga kirgizilgan son yoki xarakter muxtar deganga teng bo'lsa qizil qilsin. Agar teng bo'lmasa hech ish qilmasin. Shuni qilib bersang bo'ldi. Qizilni qilib bersa bo'ladi agar muxtar deganga teng bo'lsa dedi. Unda bo'lsa bu shart jumlasini qanday yozamiz ko'rib boqaylik. Agar tekst birning teksti teng bo'lsa muxtarga. Mana berilgan shart faqat muxtarga teng bo'lsa qizilni qilib berish-ku. Tekst birninki for colorsi, ya'ni oldi ko'rinish rangi qizil bo'lsa. Shart oxirlashsin. Mayadamda undaq bo'lmasa degan yozmadim. Programni qo'zg'atay. Hech qanday o'zgarish yo'q. Muxtar degan teng emas. Unda bo'lsa muxtar degan teng qilib beray. Hamcha qizil bo'ldi. Birli shart bo'lsa, biz qo'yilgan shart faqat birli turlik bo'lsa, ya'ni mayndaq bo'lsa mushtaq qilib bersin deganlar bo'lsa, shunday oddiy shaklni yozamiz. Ma shart jumlasi 3 qur bo'lib qoldi endi. Bu bakkal uzluksiz uzun program yozgan vaqtimda bu 3 qur programma jumla menga bir 3 qurdan bo'lsa bek aynib ketadi ekan deb, mening kallamga shuni bir qurga yozg'ili olarmi deydigan bir ehtiyoj tug'ildi. Yozg'ili olamdi yo'qmi ko'rib boqandoq. Biz eklab ma'u jumlani mana oqisiga yetkaymiz. Buning oqisiga yetkib etgandan keyin, ya'ni shart qo'yilgandan keyin ijro bo'lgan ijro jumlasini shart jumlasi bilan bir qurg'a yozib etsak, shartning oxirlashining zaruriyati yo'q. Ya'ni shart allburun ash ijro jumlasidan keyinla o'lib bo'ladi. Oxirlash bo'ladi. Shunga bu yerga and f ni yozishning o'rni yo'q. Endi programni qo'zg'atib boqaymi? Unim o'xshashmi, yo'qmi? Bassam, yo'q shundami? Muxtar. Endi-chi? Demak, aviaq 3 qur programma bilan ma 1 qur programma qanday ekan? O'xshash ekan. Unim jihatdan o'xshash, qurilma jihatdan o'xshash emas. Biz mundaq bir ko'rib boqaylik. Ma jumlani keldimi? Hasilat jumlasini eklab, shartning hasilat jumlasini ostga qo'yib, shartning oxirlash jumlasini yozmadim. Ko'rib boqaylik natijasini. Indayda shart oxirlashtiradigan jumla, ya'ni and f ni unutib qoldingiz yoki yozmadingiz, xatolik bu dedi. Endi men ma'u ijro jumlasini elbette faqat mush and f ning o'zini qo'yib, bu bir qur bo'ldi-ku endi. Bir qur. Demak, bir qur narsaga oxirlashtirish jumlasini yozishimning zaruriyati yo'q deb qarab, yana oxirlashtirish jumlasini yozmadim. Akasim nim deydi? Yana oxirlashtirish jumlasini kam qo'yding deydi. Endi mushningdan ko'rilish qo'ladiki, shart jumlasiga shart qo'yilib, uning hosilati berilmasa, cho'qim uning oxirlashtirish jumlasini yozamiz ikkinchi qurga. Agar birinchi qurning o'zida, ya'ni mush shart berilgan qurning o'zida uning hosilati deyin. Ash shartga uyg'un bo'lsa chiqadigan hosilati berilgan bo'lsa, masalan,
tekst 1'ninki ko'rinishi olti yoshirinib ketsin degandek mushundaq aslati berilgan bo'lsa, u holda shart jumlasini yozmasaqmi bo'ladi. Mana unda bassam tekst 1 yoshirinib ketdi-ku? Yoshirinib ketdi. Demak ijro bo'ldi. Ammo bu yerga aslat jumlasini yozmay turib, shart oxirlash jumlasini yozmasak, bu chaqda men programmada xatolik yuz berdi. Ya'ni grammatiklik xatolik yuz berdi. Mana. Mush shart jumlasini yana birini yozib baqalamayay. Tekst 1dan birini oldim. Komandani qo'shchekdan mushaga, ya'ni komandaning click degan adresiga mandaq shart qo'yma. Tekst 1 kirgizgan xarakter muxtar degan bo'lgan bo'lsa, tekst 1ning ichidagi xatni qizil qilib bersin. Muxtar degan bo'lmasa, xatning rangini ko'kka aylantirib bersin. Shunday qilib baqalaman. Agar shart qo'ydim-a? Agar tekst 1ningki teksti teng bo'lsa, nimaga? Muxtarga. U holda xatni qanday qilib birdi? Qizilga aylantirib birdi. Tekst 1ningki for colors teng VB red. Undaq olmasa degan gap ma bu. Undaq olmasa tekst 1ningki for colors yani xatning rangi teng bo'ldi VB ko'k holatga. Ondan keyin shart qanday qiladi? Shart. Jumla hozir tugida shartni oxirlashtiramiz. Enda F shartni oxirlashtirdim. Programni qo'zg'atdim. Hozir maqsad muxtar degan tengmi? Teng emas. Unda o'z qanday bo'lish kerak? Majumla ijro bo'lish kerak, ha? Ko'k bo'lish kerak. Ko'k bo'lib ketdi. Unda o'z men muxtar deb baqay. Endi-chi qizilga aylanishdi. Ammo u shart jumlasining sal biroz murakkab darajasi. Unda o'z biz shart jumlasining texim oddiy darajasidan birini ko'rib baqay. Alda oxirg'ilab shart jumlasiningki 3 xil shaklini ko'rib o'tdik. Ya'ni bir qurg'a yozilgan birinchi shakli, birli shart qo'yilgan ikkinchi shakli, undan keyin shart rasvosi bir xil, yolg'on bo'lsa bir xil jumla ijro qilgan 3 xil shaklini ko'rib o'tdik. Shundaymi? Endi bu shart jumlasiningki yana boshqa shakllarim bor, ya'ni murakkab shart jumlasi, ya'ni ishga qoplanmış shart jumlasi deydigan shundaq turlari bor. Hozircha biz shart jumlasini mushunchalik tushunib tursak bo'ladi. Ham bundan boshqa shart jumlasiningki masalan murakkab shart jumlasi deganimiz agar a deganimiz teng 5 bo'lsa, u holda ya'ni agar a deganimiz teng 8 bo'lsa, u holda ya'ni agar a deganimiz teng 9 bo'lsa, u holda print a and f and f and f deb ma'xildikdek qoplanma jumlalar bo'ladi. Ma'lum bir xil shart jumlasi. Biroq bu mayad shartdan birisi qo'yildi, ikkisi qo'yildi, 3 qo'yildi, birisi o'ldi, ikkisi o'ldi, 3 o'ldi. Demak, bu 3 dona shart jumlasidan qoplanib kelishdan hosil bo'lgan jumla ekan, shundaymi? Biz bu xil jumlalarni murakkab jumlalar deymiz. Hozirgi men yozilishi faqat tushuntirish uchun yozib qo'ydim. Bundaq shart jumlasining ijro aslati bo'lmaydi. Chunki a 1da 5, 1da 8, 1da 9 bo'lish ehtimolligi tuvan. Shunda bo'lganlik uchun bu jumlani faqat tushunish uchun yozib qo'ydim. Murakkab darajasi mana shunday keladi. Buni keyin programning ichida so'zlaymiz. Diqqat qilinglar, men bu shart jumlasiga bir qancha kichik misol ishlab beray. Bu komandani to'xtovsiz mushu ramkaning ichida, qanchalik cho'nglikda bo'lsa mushu ramkaning ichida osti ustiga yoki o'ng so'lga mang'izayli. Komandadan birini oldim, timerdan birini oldim. Mayada timerning intervalini men qilib tangshab qo'ysam, timerning ichiga yozilgan programma har bir sekundda bir qatim davriyalanishini ko'rsatadi. 100 qilib qo'ysam, 1 sekundning 10 dan 1siga 10 qilib qo'ysam 100 dan 1si, 1 qilib qo'ysam 1000 dan 1si bir qatim davriyalandi. Men 1 sekundda bir davriyalanadigan yoki 10 dan 1 sekundda bir davriyalanadigan qilib qo'yay. Ondan ma'noning ichiga bunday program yozaman. Komanda birninki left deganim teng komanda birninki leftiga qo'shib beraman 100 ni. 100 ni qo'shib berdim-ku. Programni qo'zg'atsam yetkilyapti-da. Yetkilyapti. Ya'ni program ijro bo'lib yetkilyapti. Biroq menga bir shart lozim endi. Demakchi, men shu forumning ko'znekning cho'ngligidan eshib ketsa, qayta mayan boshdan chiqsin bu ketavermay u yoqqa demakchi.
Hozir shart qo'yib boqaymi? Agar komanda 1ninki left'e cho'ng bo'lib ketsa nimadan? Forumning nimasidan? Kengligidan shundaqmi? Forum 1ninki kengligidan. Bu holda komanda 1ninki left'e teng bo'lsin 0 ga deb qo'yay. Hozircha 0 ga deb qo'yib turay. And F. Shart jumlasining birinchi xil shakli ekan-ku. Programni qo'zg'atdim. Nima yoq boshdan chiqyapti-ku? Demak, bu to'xtovsiz shundoq davriyalanib turdi. Ammo ma'vo taqqidlamashaga chiqib olgan shundaqmi? Bu ma bir boshdan mayatni asta-asta yerimdan ko'rinib ko'rinsin desam, meningga elbetman nimaning kengligini olib olsam mashta bo'ladi. Tunji qimmatidan komanda 1ning kengligini. Ya'ni 0 bo'lsa mundaq turibdi, mashayadan chiqdi. Endi bu 0 ni ma boshqa ekilish uchun ma'arliqni olib o'tishim kerak-ku. Mayaga ma boshqa ekilish uchun unda o'z mundaq yo'tkab qo'yishim kerak-da mayaga. O'z minus qimmat chiqish kerak ava. Programni qo'zg'atsam mana. Boshqa chiqayotganda yoki bo'lmasa mana qaranglar, men ayang ekrivatgachga ashtar chiqdi deb qolgan bo'lsanglar, ma bujakka kelib qo'yay. Programni qo'zg'atdim. Natijani o'xshashgan-ku. Mana bu shart jumlasiningki roli. Shart qo'yishninki roli.